Selam dostlarım. Biz Türkiye'deki Şanlı Urfa degan tarihi jirde mana shulay sheshakka ko'milib o'tirgan, balıklar izib yurgan ko'l bo'lgan o'rinda iligirek dürlep zo'r qaynar ushaq yongan desam, ishonir edingizmi ekan? Qadrli do'stlarim, mana bu endi bizning Şanlı Urfadagi bog'liqli ko'l o'rini. Ana meni martda agar ko'rsangiz, anda Kirmen zamak üstünde iki bağana ko'rina. Bu endi katapult, ya'ni mana shu o'rinda bog'liqli ko'l o'rnida ushaq yog'i podsha, Samurud podshasi ham Ibrohim alayhisalomni shu katapult bilan o'tqa tashlay, chunki o't bek kuchli, bek issiq qiziq bo'ladi, uning yoniga kelib bo'lmaydi. Bu kishilarni yondira, bari teganaga mana shu yiroqdan tashlaylar endi Ibrohim alayhisalomni ham Allohning amri bilan ul ushaq mana shunday motor sheshakli baqshaga avrila ham Ibrohim alayhisalomni yondirmay. Ham hozirda endi ko'rganingizcha balıklar izib yuri. Mana shunday tarixiy Peygamberler bunda İbrahim Aleyhisselam, Eyüp Peygamberinin yaşagan izleri, evliyalarının İsa Aleyhisselam'da bunda bulgan. Ana anda ul tarafta iki bağana görüne. Hazır men ana zo'raytam mana. Şu bağana endi bu katapult, ya'ni bulg'ab Ibrohim alayhisalomni shunga mana shu katapultdan ana otganlar. Chunki yonuna kelsang yondirib ola turgan bo'lgan. Samurud podsha xatirimda qolgan. Ul endi o'zini iloh deb e'lon etdi. Ham Ibrohim alayhisalom sen iloh tugul, sen g'adati Allohning bir qili bir insona deb aytgan ishin ul ana mana shunda yondirishga qaror qila, ham shunda tashlay shu katapult tasha. Lekin Alloh taolaning amri bilan